Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Mana bemorimiz 36 yoshdalar. Shikoyatlarini aytib o'tadi hozir. Shikoyat shu yurak tomirlari orqa tomirlarini og'riq bo'lib beribdi. Shu ana shular qo'l bilan oyoq bilan beribdi. Shu qo'llariga keldi deb o'zi ichini oladi deb akam oladi. Harakat vaqtida og'riq kuchayadimi yo? Kuchayadi, harakat payti bo'lish, qilmagan payti bo'lish. Chizilgan payti, shikayat payti. Belda, oyoqlarda og'riq bo'ladimi? Belda ham bu oyoqda ham bo'lish. Chap tomonda. Tushunarli. Farruh aka, muolajadan so'ng fikrlaringizni so'raymiz. Og'riqlar qanday bo'ldi? Ketdimi, qoldimi? Hozir og'riqlar ancha qoldi aka. Muolajadan keyin o'sha yerlar qo'llarim og'riq bo'ladi, o'zi ancha yengil bo'ldi. Qo'llarim og'riq bo'ladi, oyoqlarim og'riqlari qoldi. Qo'llari yengil ekan o'zi. Rahmat. Harakat qilib ko'rsatasizmi bir? Og'riqlar qaysi payt paydo bo'lardi yo qoldimi o'sha? Turgan payt qo'llarim ko'tarsam og'riq bo'ladi, shu tomonlar bilan. Qo'llar bilan shu oyoq bilan beradi. O'zi og'riqlar qolgan ancha. Spokойно qo'llarimni ko'tarib bo'laman. Oyoqlarim ham og'riqlari qolgan. Rahmat. Rahmat.